Ancak lekin mana inkas shaklida yozilgan savollarni jiqini so'rashga imkon bo'lmadi. Yana bir oxirgi savol menga diqqatimni chekkan bir savolda. Xo'sh. 2009-yil tayyor bo'lgan bu dokument 19-yili rasmiy BDTga sunilib qabul bo'ldi. Savol shuki, oraliqdagi 10 yilda bu dokumentlar nerede qolgan edi? Xitoy rasmiy kamp qurib qirishga boshlaganda dokument nima BDTga olib kirildi? Ya bu bunda o dokumentning tunjisi 2008 mi tayyor bo'ldi. İkinci nüsxası 2009 tayyor bo'ldi ve 2009'lar bu BDT'ye sunulgan şu Rabia Kadir bilan yani birisi berip yani biz bu hozir bilmaymiz deydi ama bular biladi. Ezmercan mı Germaniyadagi yana bir so'lar Rabia Kadir BDT'ga gapirib sungan buni shu vaqtida. Onun kendinden onun bu mesela Dolqin Hisobxonimning yana bir javobi qiziq. O vaqtida reis bosh qilib, men bosh qatibdim, mening xabarim yo'q. Ya o vaqtdagi reis Marsning reisi sen Yupiterning bosh qatibimidding ya ishkunlar bish tashkilotning adimiddinglar. Qanday xabaring olmaydi? Ya bir sonla ayning reisi, bir sonla quyoshning bosh qatibi emas o'ytinglar. Bir planetning o, bir tashkilotning. Shuning uchun buni qildi, bular o'zlari qildi beshini tartib. Apirib sundi ve o 2 yil fidokorlik qilib bizni butun xalqni indigenous people qildi, tariximizni inkor qildi, mustaqillik huquqimizni yo'q qildi. 12 yillik jafolikni bilan. Endi 2019-yilda bishopdi desanglar, BDT'ning qanaqa qo'shimcha yindiki NGO'larning chiqargan indigenous people'lar dunyodagi 270 milyon deb tikkan vaqtida shuning ichiga biz rasmiy kirib qo'yganlar. Yani ikisi 2 dokument. 2009-yili AU dokumentni sundi, 2019-yildagi dokument BDT'ga qarashliq shuningga birga ishlaydigan NGO'larning chiqargan dokumenti ikisi aralashib ketib qoldi savolda.